чем ваша уникальность? Sizni talantli, kuchli tarafingiz, original, asl bir qobiliyatingiz nimada? O'zingiz bilmaydigan. Muhabbatli inson, siz qalbingiz daryo. Imkoniyatlarga tayyorsiz, shezlovaya dama. Obnovleniyaga tayyor. Doim hayotidagi imkoniyatlarni vaqtida, momentda ko'radigan, ushlaydigan, foydalanadigan. Ba'zida o'zingiz мысли-мешалка osib qo'yasiz. Справедливый inson nimani ko'radi, adolatli. Даже o'ziga nisbatan qattiqqo'l, o'ziga nisbatan adolatli, o'ziga shertva qilib bo'lsa ham boshqalarning foydasiga ishlaydigan odam. Dama pentakli, denjniy женщина, denjniy pul energiyasi sizlarni yaxshi ko'radi. Obnovleniyalar qilib turadigan, bitta juda qotib qolmaydigan, doim o'qib o'rganadigan, qalbi daryo. Bolalar sizlarni yaxshi ko'radi, qariyalar yaxshi ko'radi. Umuman tabiat sizlarni sevadi. Sezgan bo'lsanglar, yon atrofingizda doim qushlar, hayvonlar, qayerda bo'lsanglar ham. Chunki u вас energiya вкусная, добрая. Shirin energiyalar, qobiliyatlilar, shunaqa qalbi daryo. Juda ham pul energiyasi siz bilan doim. Hech qachon pulsiz qolib ketmaysiz. Pul energiyasi sizni yaxshi ko'radi. Pul energiyasi doim yaxshi ko'radi. Obnovleniyada bo'lgan, doim o'qib o'rganadigan, bitta juda qotib qolmaydigan odamlarni pul energiyasi doim topadi. Десятка пентаклей вы. Дама пентаклей. Нежные люди меня смотрят. Imkoniyatlarga boy, любой imkoniyatni sezadigan, vaqtida qo'llaydigan, muhabbatli, отшельник sizlar ba'zida aytaman, unaqa holatda o'zingizga olasizlar deb. Tahlil kuchli sizlarda, samokontrol, qalbinglar bor. Dusha у вас старая. Aqlli insonlarni ko'ryapti. Не по годам. Balki yoshsizlar, lekin qalbinglar juda ham aqlli, умные люди. Справедливые люди. Туз мечей. Люди меня смотрят логики. Серии кардинала deydi. Har doim logika bilan ishlaydi. Har doim yo'q. Очень справедливые люди. Qabul qilinglar. Pul energiyasi, baxt energiyasi, muhabbat energiyasilarni yaxshi ko'radi.